Assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar bugun men tashlandiq binoda 24 soat yashab qolaman. Hech kim videoga olmagan. Faqat video olib o'zim to'qcha qilaman. Bitta o'zim faqat. Hech kim yo'q. Hamma hech kim yo'q. Odamlar yo'q. Hech kim. Mana ko'rsanglar. Shunaqajon bo'lsa. Hech kim yo'q, bitta o'zimda. Hozir o'zi aslida hamma videoga ham o'zi bitta o'zim video olaman. Endi minoga kirib olmadim. Sizlar endi yozinglar endi videoni tagiga. Qaysi tomon yaxshi ekan, qaysi tomonda mana shu joyga yoqasiz, mana shu joyga video tagiga yozib yuboringlar. Balki sizlarni o'qib bo'lmasa qanday uni saqlasanglar agar yotish joyi bo'lmasa unaqa yotsam yoki yatsam yoki kelibsiz o'lim makoniga. Joy topishim kerak yotishga. Endi qaysi tomonda yotish hozir bilmayapman. Sizlarga Hayır, sağ-sağlam bo'linglar, tinchliklar. Video tugadi. Bundan shu bilan joy topa olmadim. Joy topa olmadim. Menimcha bugun bugun video ololmayman. Menimcha shu video topa olmadim. Jonjon video tugadi. Asosda